Assalomu alaykum hammaga. Yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Bugungi videomiz orqali KIP Chungan Pyonga imtihoni haqida o'rganib chiqamiz. Inshaalloh foydali bo'ladi. Qani unda videomizni boshladik. Bismillah, demak boshladik. Chungan Pyonga oraliq test, ya'ni oraliq baholash deb atasak ham bo'ladi. Kimlar uchun ekan? 4-bosqichda o'qiyotganlar yoki unga teng kurs qatnashchilari. Bu yerda 4-bosqichni tugatganlar deb nazarda tutsak bo'ladi va tugatgandan keyin ham 2 yil o'tmagan kishilar bo'lishi kerak. Nima tekshiriladi? Koreys tilingiz va plyus koreys madaniyati haqida tushunish darajangiz o'lchanar ekan. Demak, kimlar ariza qila oladi? Batafsilroq tushuntirilibdi bu yerda. Ijtimoiy integratsiya dasturi, ya'ni KIP ni bu o'zbek tilidagisi 4-bosqichini tugatgandan keyin 2 yil o'tmagan kishilar. Ya'ni siz o'qishni tugatganingizdan keyin 4-bosqichni, ya'ni 4-tangiyani tugatganingizdan keyin 2 yil o'tmagan bo'lishi kerak ekan siz bu imtihonga kirishingiz uchun. Va yozilibdi, KIP koreys tili ta'limining o'rta daraja cho'ng'ib bilan bog'langan kursini rasmiy tasdiq bilan o'tayotganlar. Ya'ni KIP darsini o'tayotganlar. Boshqa tashkilotda o'qiyapti, lekin KIP bilan bog'langan yangi ekvachon va rasman tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ya'ni siz aynan KIP dasturida emas va qandaydir boshqa tashkilotda o'qigan bo'lsangiz ham, shu KIP bilan qandaydir bog'langan bo'ladigan bo'lsa, cho'ng'ib darajasidagi darsini o'qiyotgan bo'lsangiz, o'sha boshqa tashkilotda va u tashkilotda KIP bilan qandaydir bog'liqligi bo'ladigan bo'lsa, siz bu imtihonga kirishingiz mumkin ekan Chungan Pyongaga. Keyingisi baholash usuli. Baholash usuli demak ko'rishingiz mumkin. 30 ta savol bo'lar ekan va 50 minut berilar ekan pilgi shom uchun. Ya'ni bu ilki deb olsak bo'ladi. Demak 28 ta esse ekan va Changmunhyong shakli ham bor ekan. Ya'ni yozma shakli 2 ta bor ekan. Buning uchun 10 minut va 28 ta test uchun esa 40 minut berilar ekan. Demak, test umumiy 100 ball ekan. Bu yerda pilgi shahom uchun beriladiganlardan o'sha 28 ta kekkonchik uchun 40 minut uchun beriladigan 70 ball ekan. 28 ta testda har biri 2,5 balldan ekan. Va Changmunhyong shakli, ya'ni yozma shakli, bu yerda o'sha sigi deb olsak bo'ladi. Demak, buning uchun 10 minut berilar ekan. 5 ball, 2 ta savolga 2,5 balldan ekan. Va buni Wongoji degani bu o'sha sigin yozadigan qog'ozni Wongoji deydi. Shunga bevosita yoziladi deyilibdi. Endi bu siz PBT da topshiradigan bo'lsangiz albatta qog'ozga yozasiz. Agar CBT da bo'ladigan bo'lsa, albatta kompyuterda yozasiz. CBT va PBT ni bundan oldingi videomizda aytib o'tganmiz farqini. Demak, Kusulchi ham bunda ham bor ekan. 5 ta savol 10 minut bo'lar ekan va 25 ball bo'lar ekan. 5 ta savol har biriga 5 balldan bo'lar ekan. Keyingisi Changmunhyong yozma topshiriq haqida ozgina tushuncha berilibdi yana. Berilgan mavzu bo'yicha 100 bo'g'indan oshmaydigan matn yoziladi. Bu yerda yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. 100 bo'g'indan oshib ketmasligi kerak. Agar oshib ketadigan bo'lsa, sizga minus bo'ladi. Shularga e'tibor berishingiz kerak matnning mazmunidan kelib chiqib. Kusulchi ham og'zaki imtihon degani, demak bunda nima bo'ladi? Gapirish bo'ladi. Maqsadini tushuntirib o'tmoqchi bu yerda. Gapirish, tushuntirish nimadir narsani va suhbat qilish kabi vazifalardan iborat ekan. 2 nafar imtihon oluvchi bir vaqtda 2 nafar topshiruvchini baholaydi. Ya'ni 2 ta o'qituvchi bo'ladi siz oldingizda. Siz bir kishidan emas, 2 kishidan kirib baholanar ekansiz. Natijalar e'lon qilinishi deyilibdi. Imtihon o'tkazilgan kundan 6 kun o'tib natijalar chiqar ekan. 4 dan keyin chiqar ekan bunda ham. Qayerdan tekshiramiz? KIPtest.org o'zini sayti bor. Shu yerga kirib, My Page dan, ya'ni mening sahifam degan joydan, Songjok Hwagin degan bo'limi bor ekan, ya'ni natijalarni tekshirish. Shu yerdan natijalarimizni tekshirsak bo'lar ekan. Yana yozib qo'yilibdi bu yerda qizilda bayram kunlari Kongyuil bo'ladigan bo'lsa, natija chiqishi vaqti o'zgarishi ham mumkin. Ya'ni biroz kechikish ham mumkin deyilmoqchi. Baholash natijasi, ya'ni baholash qanday bo'ladi? Natijada nima qilsa bo'ladi? Shu eng muhim qismi ekan. Yaxshilab e'tibor beramiz. O'tish sharti, ya'ni hapkok bo'lish uchun biz qancha ball to'plash
olishimiz kerak. Umumiy ball 100 balldan biz 60 ball olsak, imtihondan o'ta olar ekanmiz. Agarda biz imtihonga kelmaydigan bo'lsak, avtomatik tarzda pul hapga yo'q, ya'ni imtihondan yiqilish yozilar ekan. Demak, imtihondan o'tganlar nima qila oladi? O'tganlar 4-bosqichni tugatgan ISU tugatish degan deb hisoblanadi va 5-bosqichga o'tiladi. Ya'ni siz 4-bosqichda 4-tangeni o'qiyotgan edingiz, uni tugatdingiz. Endi 5-bosqichga o'tish uchun siz o'sha oraliq imtihon Chungan Pyongani topshirar ekansiz. Agar Chungan Pyongadan o'tadigan bo'lsangiz, siz o'sha 4-bosqichni tugatgan deb hisoblanar ekansiz va siz 5-bosqichga 5-tangi darslariga ariza qila olar ekansiz, ishla olar ekansiz. Agar siz boshqa tashkilotda koreys tili kursi Yonge Kvajon orqali Chungan Pyonga topshirib o'tsangiz, bu KIP 4 bosqichini tugatgan hisoblanmaydi. Ya'ni biz boshida aytib o'tdik, boshqa qandaydir KIP bilan bog'liq bo'lgan tashkilotlarda chungup darajadagi darslarni o'qiyotgan kishi bo'lsa ham Chungan Pyongaga kirishi mumkin ekan deb aytib o'tgandik. Demak, xuddi shuni aytyapti. Boshqa tashkilotda siz o'sha o'rta darajadagi bilimingiz bilan Chungan Pyongaga kirdingiz, mayli o'tdingiz, topshirib o'tdingiz imtihondan, lekin baribir siz KIP 4-bosqichni tugatgan hisoblanmaysiz deb aytyapti. Demak, yiqilganlar, pul hapga yo'q bo'lganlar uchun nima bo'ladi? Agar siz 4-bosqich darslariga qatnashmasdan turib, Chungan Pyonga topshirib, yiqilsangiz, 4-bosqich darslariga qatnasha olmaysiz. Demak, bu holat qanaqa bo'lishi mumkin? Menimcha, Sajon Pyonga orqali 4-darajani olib, keyin Chungan Pyonga imtihoniga topshirib, o'ta olmagan holatingizda siz yana 4-bosqichdan boshlay olmas ekansizda, boshqa yo'lni qilishingiz kerak ekan. Demak, pastda yozibdi, lekin Sajon Pyonga oldindan baholash orqali rasmiy tarzda qayta qatnashish mumkin deyilibdi. Ya'ni siz yana qaytadan o'sha Sajon Pyonga imtihonini topshirib, keyin masalan 4-daraja oladigan bo'lsangiz, keyin yana 4-daraja imtihonlar o'qishini boshlasangiz bo'lar ekan, KIPni o'qishini. Shuni aytyapti. Bu yerdagi ma'lumotlar albatta biroz eskiroq bo'lishi ham mumkin. Vaqt o'tgan sari eskiradi. Bu ma'lumotlarning hammasi KIP test o'zini saytidan olingan. Albatta siz faqat bularni o'ziga ishonib qolmagan holatda KIP ni o'zini o'sha savollarga javob beradigan kishilarga bog'lanib, savollaringizni yanada aniqroq qilib olsangiz, albatta yaxshi bo'ladi. Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video sizga foydali va manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, duolaringizda bizni eslab qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.